Men Maripova Xursanoy, yoshim 52 yoshda. Mana shu Numa klinikasini mahsulotini ichib boshlaganimga 1 oy to'liq bo'ldi. 1 oy oldin saharim 22, 17, 18 edi. Bu mahsulotni ichishni boshlaganimdan keyin boshida to'g'risini aytganimda unchalik anaqa nima deydi sezmadim. Keyin yarimiga borganda ozgina nima bo'ldida, unda ham anaqa ixlosim ozgina pasaydi-da, cho'ta nima tushmayapti deb, keyin bitta butilka tugagandan keyin bexosdan shunday o'lchasam 6.6 ga tushibdi saharim. Yana undan keyin yana davom ettirdim. Hozirgi kunda mana shu ovqatdan keyin o'lchasam 8.8 chiqyapti. Keyin nimam deydi, nimam oshdi, ixlosim oshdi-da, bu narsaga yana qiziqishim oshib, Xudoga shukr, oyoqlarim zirqirab og'rirdi, kechqurunlari uxla olmas edim, oyog'im tagida kuyishlar, u ko'p narsani boshimdan o'tkazdim. Shu nimadan keyin mahsulotdan keyin o'zimga keldim. Xudoga shukr, alhamdulillah, menga juda katta yordam berdi. Tabletga 2 mahal ichardim. Hech naqa saharim pasaymadi. 15, 16, eng tushgani 12 bo'lardi. Hozirgi mana shu kunda, mana bugun ertalab ham o'lchadim, 8 u bir ko'proq ko'rsatadi. Olganda buni minus qilganimizda 7 bo'lyapti hozirgi kunda. Shu mahsulotdan foyda topdim, Allohga shukr. Og'riqlarim ketdi. O'zimga qandaydir nima deydi, yuzimga tabassum ham keldi, kayfiyatim ko'tarildi. Shundan juda ham xursand bo'ldim. O'zimga o'xshagan, menga o'xshagan xastalarga nima deydi, taklif qilardim. Juda ham yaxshi mahsulot ekan. Bettaligi birov meni nima qilgan yo'q, o'zimdan o'tkazgan, yuragimdan o'zim buni ichib foydasini bilganim uchun hammaga nima qilaman, taklif qilaman, ichib ko'rsin. Ixlos bilan ichilsa bu narsa yaxshi ekan. Ichishimdan oldin nima deydi, hali oddiy nimada Bismillahirrohmanirrohim foyda bersin deb ichamanda, keyin haliga 2 soatdan keyin o'lchab ko'raman. O'lchab ko'rganimdan keyin ko'zlarimga quvonch keladi. Men yaxshi bo'layapman ekan deb o'zim xursand bo'layapman. O'zimga o'xshagan hamma nimalarimga, menga o'xshagan saharni diabetlariga buni taklif qilaman. Ichib, sizlar ham menga o'xshab foyda topinglar. Men 1 yildan beri juda qiynalib yurdim. 15, 16 bo'lib yurdim. Allohga shukr 8 ga tushdi.